Ta'kidlash kerak, agrar sohaga qaratilgan e'tibor olimlar hamkorligi natijasida bugungi kunda lalmi hududlarda yerning meliorativ holatini yaxshilash, sifatli urug' tanlash orqali piyoz yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishilmoqda. Qishloq xo'jaligida yuqori hosil beruvchi poliz ekinlarda mana bugun piyoz, bu o'zim 10 sotik joyda plantatsiya qilganman, tajriba sinov tariqasida. Hozirgi ko'rgazmali dalamizda piyozni Gollandiyadan keltirilgan Daytona F1 navi bu. Bu piyozimizni men agrotexnikasini to'g'ri qo'llab, hamma agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarganda bu yerdan 10 sotik joydan o'rtacha 12 tonna hosil kutilmoqda. Bunga qanday erishamiz? Avvalambor yer tanlash. Birinchi o'rinda yerni strukturasini boyitish. Bu kalsiy, bor, har xil organik mahsulot bilan to'yintirish. Buni orqasida biz nima? Sifatli mahsulot, organik mahsulot yetishtirish. Bu bizga nimani beradi? Asosan buni mana bu tomchilatish liniya. Bu suv tejaydi. Suvni 30-40% tejash. Bugungi global iqlim sharoitida suv tanqisligi, suv resurslariga juda talab yuqoriligi, lekin biz mana shu kichkina tajriba plantatsiyamizda suv tejovchi texnologiyalarni qo'llab, dorini ham, organik mahsulotlarni ham shu tomchilatish yo'li bilan to'g'ridan to'g'ri ozuqani shu tagiga yetkazib berish. Bu piyoz may oyining boshida ekilgan. Bu endi vegetatsiya davri 120-130 kun bo'ladi. Bu hali yana 1,5 oy, 2 oy bor pishib yetilishiga. Vegetatsiya davrida hozir qilinayotgan ish asosan buni begona o'tdan boyagidek kasallik va zararkunandalardan himoya qilib turish. Oldimizga reja qilib qo'yib boryapmiz. Yildan yilga mahsulotni ham sifatini oshirish, ham hosildorlikni ko'tarish.